Barcha maqtovlar, damlovlar Alloh taolaga tegishli. Biz ona g'ana maqtaymiz, ona g'ana yordam so'raymiz, ona g'ana yorliqovni yolvoramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga g'ana sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga qo'ysa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga qo'ndira olmas. Shohidlik berib Allohdan boshqa hech bir iloh ibadat qilinaturgan, tobinaturgan zot yo'q, yolg'iz o'zining tengdoshi yo'q. Ham shohidlik berib Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona uning ahli bayt yaqinlarına, sahabalarına, tabiinlarga ham ularning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolo rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Bugun so'zimiz ilm olish turida bo'lacak. İslam dininde ilm bek zo'r, İslam dininde ilm bek zo'r o'rin olib turadi. İlim degan so'z Qur'onda 70 dan ortiq o'rinda qavatlanadi. Ham Qur'onning birinchi ingan oyatlarida ilim oluv o'rinda bo'lar ham Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi robbikallazî halaq." Bütün narsalarni borliqqa keltirgan Robbingning ismi bilan o'qi deb Qur'on oyatlariga boshlaydi. Ham shu iqro, o'qi degan so'z eng birinchi siratda Qur'onni ham endi boshqa islom dini ilmlari o'rganishni anlatadi. Ya'ni bu Qur'onni o'rganishga ham endi islom ilmlari o'rganishga amr bo'lib turadi. Ham shoyib bunda foydali dunyoviy ilmlarni da keltirga bo'ladi. Alloh taolo ilmning fazilatini ko'rsatib boshqa bir oyatda aytadi: "Qul hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Ey biluvchilar bilan bilmovchilar bir tegizmi? Yo'q, ular albatta tegiz tugul. Buna şahit bo'lgan bari tek aql egalarigina biladi deb Alloh taolo aytadi. Kishilarning ko'pisi dunyoviy bilimlar o'rganadi, maktabda o'qiydi, universitetda o'qiydi, lekin endi ilm, diniy ilmlarni o'rganishga bek iqtibol etmaydi. Aslida Alloh qarshısında eng xayrli ilm ol Qur'on ham islom dini bilan bog'liq bo'lgan ilmlar. Chunki ular kishiga gunohlardan saqlanırga, kişinin imanının kuchini ko'tarirga, axloqini yaxshitirga, jamiyatni yaxshi yoqqa o'zgartirishga yordam etadi. Kishi o ilmlar orqali Alloh taolaning borlig'ini, birligini, buyukligini taniy ham dunyoda yashashning asl ma'nosini anglaydi. Diniy ilm o'zining ustunligi tumandagi narsalarda ko'rinadi. Birinchisi diniy ilm bu payg'ambarlarning mirası. Çünkü peygamberler Allah'ın o'zlaridan boylik qoldirmaganlar, bari tek ilm qoldirganlar. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytgan: "Ve innal ulama'a warasatul anbiya ve innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran ve la dirhaman innama warrisul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin." Valimler onlar peygamberlerinin varisleri. Peygamberler dinarını da, dirhamını da miras etip kaldırmadı. Onlar bari tek ilimligine kaldırdılar. Kimde kim ona olsa özüne bir zor ülüş olgan bulur diyen. Yani peygamberler özlerinden sonra mal kalsa da onlardan sonra onların malları miras etip bölünmegen, sadaka etip taratılgan. Hem indi ilimga kelganda ilim qolgan, hem indi ilimni o'rganuvchilar shu peygamberlar qoldirgan ilimni mirosni oluvchilar bo'ladi. Hem indi shuning sababli ular endi peygamberlarning ishini davom etgan bo'laymi, Allohni ham uning dini turida anlatuvchilar bo'ladi. Shuning sababli ilim oluvchilar, ilim o'rganuvchilar
endi şuşa peygamberlerinin mirasını olan kişiler bular. Ondan so'ng g'ilim qala, boylik, maddi bo'lgan narsalar yurtga chiqadi. Masalan, biz bilamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Abu Hurayra radhiyallohu anhu degan sahobasi, u endi o'zi bek faqir kishi bo'lar, uning oshariga rizqi da bo'lmay, lekin endi musulmonlar orasida uni bilmagan kishi yo'q deyarli. Chunki Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en ko'p hadis topshiruvchilardan, en ko'p hadis topshirgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ali radhiyallohu anhu g'ilim oluv, boylik to'plashga qaraganda yaxshiroq ekanini anlatib aytdi. G'ilim boylikdan xayrliroq deydi. G'ilimni sen saqlaysan, sen g'ilim seni saqlaydi, sen boylikni saqlaysan. G'ilim hukm etuvchi, boylik o'zi hukmga, boylikni o'zin hukm etadi. Boylikni sarf etuv bilan kimi, g'ilimni sarf etuv bilan, qaratuv bilan, yuratuv bilan u ortog'ida. Ali radhiyallohu anhu shu so'zlarni endi anlatadi. Ya'ni shu so'zlarni o'zining ona murojaat etgan kishiga g'ilimning xayrli bo'lgan şulay deb anlatadi. İbn Abbas radhiyallohu anhu g'ilim oluvning ustunligini ko'rsatib bulay deb aytgan. Süleyman alayhissalomga g'ilim podshohlik ham boylik orasida birsini saylab huquqi berildi deydi. Ham u g'ilimni sayladi deydi, ham shuning sababli Alloh taolo boylig'ini da podshohligini da berdi deb aytadi. Ondan so'ng g'ilim egalari Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot bo'lmoquna shohidlik beruvchilarning birisi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." O'zidan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q deb adillikni saqlab Alloh o'zi, farishtalar ham ilm egalari shohidlik berdi deb Alloh taolo aytadi. Alloh taolo bu oyatda boshda o'zi, ondan farishtalarni ham ondan so'ng ilm egalarini tilga oldi. Oyatda shu ravishda shu ilm egasi Alloh taolo farishtalar ham endi ilm egasi deb isga olinuvi bu endi g'ilimni Alloh taolo qarshida endi zo'r urib olib turuvini ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo bir ratda qo'yaymi, ondan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanini Alloh taolo shohidlik berdi deb, ondan so'ng farishtalar, ondan so'ng g'ilim egalari deb aytadi. Ham bu endi g'ilimning endi zo'r darajaga ega bo'lganini ko'rsatadi Alloh taolo qarshida. Ham ondan so'ng g'ilim kishini jannatga olib boradi. Ham g'ilim oluvchi uchun barcha jon egalari Allohdan gunohlarini g'afur etishini so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna'u. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Kimde kim g'ilim olib yo'lina bossa, g'ilimga intilib yo'lga chiqsa, Alloh ona jannatga olib boruvchi yo'lni yengillaydi. Farishtalar g'ilim oluvchi kishiga rizolik bildirib qanotlarini jayalar. Ko'kdagi ham yerdagi jon egalari g'ilim egasiga gunohlarini g'afur etishini so'raydi. Hatto suvdagi baliqlar da shu g'olimga istig'for qilib turadi. G'olimning
bütün yıldızlardan üstünlüğü kebek. Yani eğer kişi ilim alırga çıksa, Allah Teala yoluna, Allah rizalığına untulup ilim alırga çıksa, Allah Teala ona cennetke yolunu zigneydi. Hem indi bütün can iyeleri ona istiğfar kılarlar. Onun günahların gafı ettiğini Allah Teala'dan soruyorlar. İlim kişinin yüreğinde Allah'ın büyüklüğünden korku hisini arttırar. Allah Teala iken İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan gördük ilimli, Allah'ın ilimli kullarına korkadı. Haligi ayette galimler degan söz eng birinchi şiratta İslam dininin bilishli kishilarni anlatar. Hasan al-Basri bu sözge shunday anlatma beradi. Galim ol rahimli Allah'tan bir kishi ko'rmagan vaqtda da qo'rqar, Allah chaqirgan narsaga umtilar ham Allohni oshuvlantirgan narsalardan yiroq turadigan. Kishi Allah'ın büyüklüğü, isim sıfatları nihatli ko'proq bilse, onun Allah'tan korkuğu da ko'proq bo'lar. Ondan so'ng Allah Teala ilim oluşu kişinin dünyada hem ahirette derecesini ko'taradi. Allah Teala aytgan: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah Teala sizning oradan iman keltirganlarni ham bilim berilgan kishilarni darajalarga ko'taradi. İbn Abbas radıyallahu anh aytgan: "İmanlı alimlarning ilimsiz müminlerge qaraganda 700 mertebe dereceleri ortiq. Hem iki derece arasında 500 yıllık yol yiroqligi degan. Ömer radıyallahu anhu halif bo'lgan vaqtda Asfan yerliginde Mekke'nin emiri Nafi' ibn Abdülharith'ni uchratar. Hem ondan sonra sen Mekke'de kimni emir etib qoldırdın dedi. Bu ayda İbn Abzini dedi. Ömer radıyallahu anhu kimsin ol deb so'ragach, ol de bizning bir qulimiz deb aytadi. Ömer radıyallahu anhu aytdi, "Allah sen onlarga emir etib qulni qoldırdingmi?" dedi. Deb so'ragach, u aytdi, "Durustlikda de ol Allohning kitobini o'qiydi, ham miros ilmini yaxshi biladi." Ham shunda Ömer radıyallahu anhu aytdi, durustlikda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuay deb aytdi, "İnna Allaha yarfa'u bi hadal kitabi aqwaman ve yad'u bihi'l akharin." Şunliqda Allah bu kitap bilan qaybir xalqlarni ko'tarar, ham qaybirlarini tushiradigan. Dini ilim öğrenu Allah'ın o kişiye qarata yaxshilik tilawini ko'rsatar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Agar Allah biror kishiga yaxshilik tilasa, onu dinni anlovchi etirdi. Agar da kishi iman negizlarini, shariat qonunlarini, Qur'onni, hadislarni o'rgana boshlasa, bu Allah'ın ona yaxshilik tilawini ko'rsatar. Ilim olu nafil ibadatga qaraganda yaxshiroq, ustunroq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Fadlul alimi alal abidi ke fadli ala adna rajulin min ashabi." Din g'olimining bilimsiz ibadat qiluvchidan ustunligi mening sahabalarimning eng tubanından ustun bo'lgani kabi degan. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu ilimning fazilatini turida shulay deb aytgan: "Ilimni qavatlav benim uchun tuni bo'yi namoz o'qib shiqqa qaraganda yaxshiroq" degan. İmam Ash-Shafi'i rahimahulloh aytgan: "Ilim olu turida ilim olu nafil ibodatga qaraganda ustunroq." İmam An-Navawi ilim oluning nafil namoz o'qishga qaraganda ustun bo'luvini shulay deb anlatar. Bütün alimler de ilim olu, nafil uraza tutu, nafil namaz oku, tesbih aytu, kebek
tən ibadətlerindən yaxşıraq deb aytırlar. Bunun dəlili ilimdən fayda kişinin özünə gənə bulmaysa, başqalarına da bulğanı üçün. Nafil ibadətlər kişinin özünə gənə fayda getirir. Şulay yox, bütün ibadətlər də ilimə muhtaç, akidesince tugul. Galimler, peygamberlerinin varisleri, ibadet kılışlar turunda andi sözler eytilmegen. İlim, o Allah'ın sıfatı. Dini ilimnin fazilatı turunda Ebu Derda radıyallahu anhu eyter, kun alimen, ev muteallimen, ev mustemi'an, ve la tekun el-rabi'a fetehleke. İlim iyesi bul, yoki ilim olguchi bo'l, yoki ilimni tinglovchi bo'l. Lekin dördüncüsü bo'lma, halak bo'lursan degan. Bir vaqt Ibn Mubarak rahimahulloh da aytganlar, agarda seni Alloh taolo kishga o'lasin deb aytsa, sen narsa ishlar eding dedi. Ibn Mubarak rahimahulloh aytdi, ilim olur edim degan. Ya'ni ilim olu indi fazilatli amallardan bo'lib turadi. Musulmon indi har vaqt ilmini orttirib turishga tegish. Alloh taolo bu haqda da maxsus duo oyatini indirgan. Alloh taolo aytdi: "Va qur robbi zidni ilma." Ey Rabbim, mening ilmimni orttir dedi. Ya'ni kishi har vaqt shu duoni qilib indi o'zina kerakli foydali ilmlarga umtilirga tegish. Ham indi diniy ilm indi bari tek ixlos ravishda Allohning rizoligi uchun olinirga tegish. İxlos niyat indi ol Alloh taolo rizoligina, uning ajr savobina umtilibgina ilm olib. Endi dunyoviy yoki mol olish uchun ilm olinsa, ona ilim algı bir dinide fayda getirmeyecek. Eğer de kişi indi şu dini ilim alganda boylıkta erişu yoki don kazanı maksatı bilen onu öğrense, o indi ihlas niyetli bulmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytır, kim de kim Allah rizalığına umtulup alınırga tiyişli bulan ilimni dünyanın birer maksatına erişu için öğrense, kıyamet gününde cennetin isinde duymayacak degan. Sufyan es-Sevri dini ilim alının tertibini öğretip şulay deb aytadi. İlim alganda eng birinchi ish ul dashmav. İkincisi ixtibar bilan tinglav ham esda qoldiruv. Uchinchisi ul ilim bilan amal qilib, to'rtinchisi ul ilimni taratuv ham boshqalarga öğretuv. Agar da kishi shu shartlarni o'tasa, u komil ilim egasiga avriladi degan. Alloh taolo barchalarimizga da o'zini yaqin aytuvchi ilimlar olirga nasib etsaydi, boshqalardan payg'ambardan qiyilib, siz mu'min musulmon bo'lib yashashga nasib etsaydi. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim innahu huwas sami'ud du'a.